Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun Izzat Azatovicning navbatdagi sud prosessi bo'lib o'tadi. Bugun 2025-yil 28-oktyabr sanasi. O'tgan safar bundan 3-4 kun oldin bo'lib o'tgan sud jarayoni qoldirildi. Buning sababi yetarlicha advokatlar yetib kelmaganligi. Bu jamoaviy ish. 3 ta advokat adashmasam kelmaganligi sababli sud bugungi kunga qoldirildi. Bugun ko'ramiz holat qanaqa bo'ladi. Ay sana burada bak, falan derse gerekirse sana burada. Xo'p, bugungi sud holati bo'yicha 2 soat davom etdi adashmasam. Hozir so'z navbati Izzat Azatovich ukasiga. Assalomu alaykum. Akamga qo'yilgan ayblovlar o'z asosini topmasdan hech qanday dalillari asoslanmagan holda faqat ish bir taraflama ko'rilib chiqilib, faqat tergovchilari ayblovlari og'zaki yozma ayblovlar bilan qo'yilib, aybdorda topilib 6 yil 3 oy qamoq jazosi berilib turibdi. Hozir shunga shikoyat asosida biz apellyatsiya suduna apellyatsiya beramiz. Hozir ish jarayoni davom etib turibdi. Keyin 5-kuna qo'yildi. Keyingi sud bu tergovchilar qo'ygan ayblovlari yaskatdan qisman ko'rilib chiqilib, noga asosan qo'yilgan, dalil bormi, dalil yo'qmi, o'zini o'zi osmondan tushganmi, shular o'rganib chiqiladigan bo'lindi. Qo'yilgan ayblov menimcha o'zini asosini topmasdan qo'yilganda ham taxminlari bor, bizlar taxminlarimiz. Bizlar gumonimiz boshini yaskatdan o'rganib chiqishdan so'rayman. Shu video organ xodimlari yoki bo'lmasa sud hayotlari nazorat qiladigan tashkilotlarga yetib borishini so'ragan bo'lar edik. Chunki bu yerda 10 odam taqdiri hal bo'lib turibdi. Ular ham uyinda hammasini 2 dan 3 dan yosh voyaga yetmagan farzandlari bor, ular kelajagi bor. Faqat so'zlari ishongan holda ayblov qo'ymasliklarini so'ragan bo'lar edik. O'rganib chiqishdan so'raymiz. Bugun sudimizda yaxshi bo'ldi. Hammasining aybi yo'qligini advokatlar dalil isbotlar bilan kelib ko'rsatdilar. Sudyamiz ham yaxshi, hammasini eshitdi. Ayblanuvchilarning ham dardlarini hammasini eshitdilar. Endi shu oqlab berishlarini so'raymiz, adolat so'raymiz bulardan. Bo'lgan shu.